Assalomu alaykum, hurmatli mas'ullar. Xonadonlardagi tomorqachilikni rivojlantirish, bu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholi bandligi va daromadlarini oshirishda muhim manba ekanligi mamlakatimiz rahbarlari tomonidan e'tirof etilayotgan bir vaqtda Quychurchiq tumani Xo'japiskan Beruniy hududi va undan umuman yuqori qismidagi shu bir guruh sholikorlar mahallamizga keladigan ariqni o'zboshimchalik bilan to'sish, uning oqimini boshqa ariqqa burish ishlari bo'lgan. Hozir videomizda ko'rib chiqasizlar. Shularga tegishli tartibda ko'rsatma berib, yo'l yo'riq berishlaringizni so'rab qolamiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar. Hamma sog'omonmi? Hammani xonadoni tinchmi? Men Beshkapadan Xalmurzayev Rustamman. Hamid aka, eshitgan bo'lsangiz, mahalla oqsoqolisiz. Akajon, bu bir masalada chiqayotgandim, men mahallaga hech chiqmasdim. Mana bu suv masalasi juda qiyin bo'lyapti. O'rtoq mahalladoshlar, hozir mana 3 ko'prikka keldim. Bu yerda suvlarni bekitib, bu shollar ekkan, bu yerda u xalqni kim o'ylaydi? Xalq deb bu mayli gektar ekkanlar ekkandir. Uyimizda 3 sotik, 4 sotikdan огородni bu yerdan ekinglar deydi. Bir ozgina bo'lsa ham yegulik bo'ladimi desak, hech bir e'tibor beradigan odam bormi-kan? Hamid aka, shuni bir masalani ko'tarib chiqaylik akajon. Вообще suv masalasi juda qiyin bo'libdi-ku. Men ham endi mana огородga suv olaman dedim. Вообще kam aka, tepadan kam, bu yerdan o'zi hamma olyapti-da endi xalq. O'shani bir masalasini ko'rib chiqaylik. O'rtada birgalikda nima desam, iltimos og'aylar. Mana 3 ko'prikda keldik. Xurshidboy ham suv izlab yurgan ekan. Mana sholiga suv ketyapti. Mana butun Xo'japiskan mahallasiga ketayotgan suv mana shu. Bu qanday yetadi shuncha xo'jalikka? Tepalardan bekitgan deyapti. Tepalardan ham bekitgan deyapti. Mana bu shollarga olyapti. Endi bu mana bu tomoni endi to'xtatilgan ekan, iti to'xtatilgan ahvoldagisi bu. U yerdan bular ham oladigan bo'lsa, mahalla vashi bir tomchi suv qolib ketadi. Mana ularga ketyapti narigi ariqdan, latokdan ketyapti, hozir ko'rdim mana. Tepalarni bekitgan, o'shani bir hal qilaylik. Hamid aka. Mana hurmatli xalq, mana suv. Mana bitun. Mana. Ketyapti suv mana. Ana shundan suv olsangiz, agrotlarni mana suv. Ahvoli. Kelinglar, chiqinglar. Mana. Besh ko'pir. Mana. Katta odamlarga suv olmaydi. Yo'lda o'yib tashagan buni. Yo'lning ahvoli. Mana. Undan ham battarroq bo'lib olgan. Hurmatli mahalladoshlarni kecha ochilganda 5 kunmi yopib turgan jildirab birontasi so'ramagan. Kecha ochganligi hammasi to'g'ri oldi. Mana bugun abid yana bekitgan. Ko'rgan bo'lsam yo'lni o'yib ustiga tashlagan. Bu ekskavator o'ziga siqib o'tib ketyapti. Ertaga bittan kombayn o'tish kerak, texnika o'tish kerak. Hamma mana befarq. Mana hurmatli mahalla, mana kecha bekitildi. Bugun kecha ochildim. Bugun yana bekitgan mana. Mana ekskavator. Mana azmini ochib tashladim. Asbeston berilgandi. Mana ahvol. Mana o'yib tashlagan ertaga yo'l qanday bo'ladi? Ekskavator zo'g'asi ketyapti. Ekskavator zo'g'asi ketyapti. Mana. Hozir men lekin shunday bilib olayinda hammasi keladi. Turtadi, to'g'risida. Lekin qayerda odamlar turtilmaydi. Mahalla to'g'risi, indamay qaytib ketadi. Nechasini ko'ryapsiz, indamay qaytib ketganlarni. 4 kun jildirab ko'rdingiz, suv bo'lmadi aka, 4 kun. Qanday nima qilar ekan deb 4 kun, 5 kun jildirab umuman suv bo'lmadi. Bilmay odamlar ayotni qaytib sug'ordi. Lekin borib shuni ocholmadi.
Beshepa Toshotni orqada eksatib turibdi. Menimcha baliq yopadi o'sha. Yopadi. Ko'ramiz qancha. Beshepani boshlab ko'ramiz ularni. Mana hurmatli mahalladoshlar, mana suv kerak odamlar mana shunaqa betonlarni qimirlatib azob ko'p ey. Hali tepaga chiqmadik hali. Tepadagilar qanaqa bo'ladi hali? Mana Atko'r Mishlinga ketgan ariqqa turba qo'ygan. Gram suv o'tmaydigan turib yopgan mana, oldini yopgan mana. Mana shu yerda turba qo'yib yopgan. Mana yerda o'tyapti soliga suv. Mana bu yerda umuman suv yo'q, mana tosh chiqyapti. 300 metrcha yursang, 3 ko'pirdan tepaga qarab o'sha yerda ko'rasan, mana yopilgan. Bu tepalarda ham yana bo'lish kerak dambalar. Ana suv. Qancha suv kerak? Qancha suv kerak? Kelinglar mana. Olib ketinglar, paqirlar. Ana hali bu dalasi to'lgancha, Qotib qolyapti. Mana bular o'zlari ham qotib qolgan, telefon ham qotib qolyapti bular. Endi xalq birlashmada suv yo'q, og'aylar bular yerish planda yo'q bular. Chiqish kerak.